Assalomu alaykum hammaga. Toshkentdagi rohatda joylashgan obyektimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Tak, zalga atachin taqib beryapmiz. Mana ramkalari qumli, atrofi qumsiz, pechatniy qilib beryapmiz. Bo'shligi mumkin. 45 gradus qilib ramkani ichini qumli atachin taqildik. Juda chiroyli chiqdi. Qumlari ham yaltirab chiroyli chiqyapti. Kattalar yotoqxonasiga boy qilib berdik. Atachin fakturali chotki chiqdi va atachintani effektini berib turibdi. Koridor zinamizga ham atachin taqib berganmiz. Qumli, qumsiz bitta ham juda chiroyli chiqdi. Foydalanish uchun juda qulay. Jumcha dog' bo'lsa, yuvib artib turgani ham juda zo'r. Ikkinchi etajdagi yotoqxonalar ham hammasi aboy qilib berdik. Juda chiroyli chiqdi betlari. O'ziga yarasha bo'ldi. Va nihoyat oshxonaga ham yetib keldik. Bitta ham atachin taqib berganmiz. Devorlar, patologlar oppoq qora liniya qilib berdik. Nima deyapti qora liniyasi?